Bugün dünya musulmonlari muborak ro'za hayitini kutib oldi. Uyg'ur televiziyasi barliq Uyg'urlarning va dunyo musulmonlarining bayramini qizg'in tabriklaydi. Bu yil Xitoy virusi sababli yillardagiga o'xshash bo'lmagan bir hayit kutilgan bo'lsa-mu, buning har birimizga ma'naviy umid bo'lishini tilaymiz. Hayitni tabriklash va xushal-xuram hayit o'tkazishdan mahrum bo'lgan Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqi Turkistondagi xalqimizga go'zal tilaklarimizni va duoyi salomimizni yo'llaymiz. Nopuzluq jurnallardan atalmış Şinjan Medeniyeti jurnalining sobiq bosh muharriri, Tökpikar jurnalist Qurbon Mahmud g'oyib bo'lganiga 3 yil bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ammo oila tavobatlari uning oqibati haqida Xitoy doiralaridan ta hozirgacha rasmiy bir uqtirish topshirib olmagan edi. Erkin Asiya radiosi muxbirlarining Urumchidagi aloqador idora organlariga qarata elib borgan telefon ziyoratlari davomida Qurbon Mahmudning tutqunda ekanligi sobiq xizmat o'rni tarafidan tunji qitim dalillandi. Sababsiz tutib elib ketish va elib ketilganligini oilasiga bildirmaslik, hatto nada tutib turilayotganligini tutqunning o'zidanmi maxfiy tutish Uyg'ur rayonida yaqinqi 3 yilda davom qilgan tutqun harakatida ko'p ko'rilgan bir hodisadir. Atalmış Şinjan Medeniyeti jurnalining sobiq bosh muharriri Qurbon Mahmud 2017-yilning oxirida hushtum tutg'oyib bo'lib ketgandan keyin uning Amerikadagi o'g'li Bahram Sintash dadasi haqida ta hozirgacha doiralar ta'minlagan rasmiy bir ma'lumotga erisholmay kelgan. Türkiye'nin Amerika'daki baş elçisi Serdar Kılıç, Amerika Tashqi ishlar ministri boshlig'i, Kengash palata a'zosi Jim Rich va Massachusetts shtati Kengash palata a'zosi Edward Markeyga aksiyon tor bekitida Turkiya o'ziga panohlangan Uyg'ur turklarini qaytarish uchun Xitoy bilan hamkorlashgan haqida chiqqan xabar munosabati bilan maktub yozib javob berdi. Türkiye'nin qonun davlat ekanligini, asosiy qonun va xalqaro kelishimlar sababidan ustiga tushgan mas'uliyatni ado qiladiganligini ta'kidlagan Qilich, Xitoyning yoki boshqa bir davlatning qo'g'lab chiqarish talablariga qarata kishilik huquqqa hurmat qilish prinsipi asosida muomala qiladiganligini bildirdi. U maktubda Turkiya Uyg'ur turklarining negizli kishilik huquqlarining kafolatga ega qilinishi, haq huquqlarga hurmat qilinishi va milliy kimligining qo'g'dilishi kerakligini umid qiladiganligini ifodalab keldi dedi. Yevropa İttifaqının tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori vakili Josep Borrell Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonidagi hukumatga qarshi guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirish uchun yangi bexatarlik qonunlarini chiqarishga uringanligiga norozilik bildirdi. Borrell bu vaqtda yozma bayonot e'lon qilib, Yevropa İttifaqının bir davlat ichki sistema ramkasi ichida Hong Kongning muqimligi va gullanishiga intayin ahamiyat beradiganligini bayon qildi. Borrell Hong Kongning yuqori darajadagi avtonomiyasini saqlab qolish kerak deb ta'kidladi. Borrell yana Yevropa Ittifoqining taraqqiyotiga yaqindan diqqat qiladiganligini ta'kidladi. Ro'za hayit sababidan Talibanlar bilan Afg'oniston hukumati o'rtasida o'zaro urush to'xtatish e'lon qilindi. Talibanlarning bayonotida fuqarolarning bayram mezgilida xotirjam o'tkazishi uchun urush to'xtatadiganligi xabar qilingan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'zlarining Talibanlarning urush to'xtatish qarorini qarshi oladiganligini, shundaqla o'zlarining hayit mezgilida urush to'xtatishni qaror qiladiganligini bayon qildi.